Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan hozir IDC dan matematikadan birinchi mavzumuzni boshlaymiz. Sizga mana shunaqa IDC kitob kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan mana shu matematikadan darsimizni boshlaymiz. Hozir sizlar bilan birinchi darsdan ko'rib chiqishni boshlaymiz. IDC kitobimizni ochadigan bo'lsak, bu kitobimizda barcha mavzular jamlashgan. Ko'radigan bo'lsak, matematikadan 5-sinfdan 11-sinfgacha o'tiladigan barcha mavzular xuddi mana shu kitobimizda jamlangan. Natural sonlardan tortib integrallargacha, kombinatorika mavzularigacha hammasi mana shu kitobda jamlangan. 1, 2, 3-qism emas, mana shu IDC kitobidan hozir sizlarga yechimlarni ko'rsatib o'tishni boshlaymiz. Bugun bizning bu dars hozir birinchi dars hisoblanadi. Hozir biz ushbu darsimizda natural sonlar mavzusidan boshlaymiz. Ko'ryapmiz, bizda natural sonlar, kasrlar, algebraik kasrlar, xullas 20-mavzugacha bizda mavzulashtirilgan. Hozir sizlar bilan natural sonlar mavzusida ushbu darsimizni boshlaymiz. Bugun bizda birinchi dars. Natural sonlarda hozir eng murakkab misollarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Biz birinchi darsimizni boshladik. Hozir biz natural sonlar bo'yicha IDC kitobidan birinchi testdan boshlab 20-testgacha hozir ushbu darsimizda birinchi testini ko'rib chiqamiz. Birinchi savoldan boshlaymiz. Hozir bizda natural sonlar birinchi test. Natural sonlar birinchi test. Birinchi misolimiz. Ko'radigan bo'lsak, birinchi misolimizda 32 minus 24 bölü 8 ko'paytiruv 3. Bu misolni hisoblaydigan bo'lsak, birinchi navbatda biz bo'lish va ko'paytirish amaliga e'tibor beramiz. Keyingi navbatda minus va plus ishorali amallar bajariladi. Birinchi navbatda biz bo'luv va ko'paytiruv ishorali amallarni bajaramiz. Qaysi biri birinchi kelgan bo'lsa, masalan, bo'luv ishorali amalimiz birinchi kelgan bo'lsa, shuni qilamiz. Agar ko'paytirish birinchi kelgan bo'lsa, o'shani bajaramiz. Ko'ryapmiz, bizda bo'luv amali birinchida kelyapti, birinchi bo'lish amalini bajaramiz. 32 minusni yozib olamiz. 24 ni 8 ga bo'lganimizda 3 bo'ladi va ko'paytiruv 3 ni yoniga yozamiz. Endi ko'paytirish amalini bajaramiz. 32 minus 9 bo'ladi va bizda javobimiz 23. Bu javob bizda B variant. Ikkinchi testga o'tamiz. Ikkinchi testimiz hisoblang. 48 minus 32 bölü 6 ko'paytiruv 4 minus 11 ko'paytiruv 2. Bunda biz hozir hisoblaymiz. 48 minus boya aytganimizdek, endi biz bunda sal qoida o'zgaradi. Avval biz qavs ichidagi sonlarni hisoblab olamiz. Avval ko'paytirish amallari va undan so'ng minus ishorali amalni bajarib olamiz. Mana bu yergacha yozib kelamiz. 48 minus 32 bölü qavs ichidagi amalni bajaramiz. 6 ni 4 ga ko'paytiramiz 24, minus ishorasini yozamiz. 11 ni 2 ga ko'paytirsak 22 bo'ladi. Endi yana yozib kelamiz. 48 minus 32 bölü 24 dan 22 ni ayiradigan bo'lsak 2 bo'ladi. 48 minus 16 javobi kelib chiqadi va bizda bu javob 32 ga teng bo'ladi. Bu javob bizda variantda C. Endi biz 3-misolga o'tamiz. 3-misolimizda endi bizda sal boshqacharoq usullarda bajaramiz. Misol shartini yozamiz. 54 ko'paytiruv 37 plus 46 ko'paytiruv 37 plus 54 ko'paytiruv 24 plus 46 ko'paytiruv 24. Hozir sizlarga bir qoidani o'rgatib o'taman. Hozir biz guruhlash amalini bajarib o'tamiz. Ifodamizda bir xil sonlarni topamiz. Qaraydigan bo'lsak, bizda 37 lar har bir ifodada qatnashyapti. Masalan, ko'paytirish ifodasiga qaraymiz. Mana bunda ko'paytirish amallari qatnashyapti, bunda ham qatnashyapti. Mana shularning orasidan biz bir xil sonlarni topib olamiz. Bu ifodada 37, bunda ham 37 bor. Mana bu ikkita ifodada esa 24 raqamlarini ko'rishimiz mumkin. Endi biz 37 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 37 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Birinchi ifodaga qaraymiz. 37 ni qavsdan tashqariga chiqarganimizda 54 qoladi. 54, keyingisidan esa 46 plus 46 deb yozamiz.
37 ni qavsdan tashqariga chiqardim. 54 ni yozdim va plyus qo'ydim. Mana bu plyusni keltirdim va 46 ni qavs ichiga yozdim. Endi bu tomonga o'taman. Plyus degan yozuvni yozaman va yana endi biz 24 yozuvini qavsdan tashqariga chiqaramiz. 24 ni chiqarganimda birinchisida 54 va ikkinchisida 46. Plyus 46 ni qo'yaman va qavs yopib ishlashi mumkin. Qavsni yonma-yon yozib ketganimizda o'rtada ko'paytirish belgisi tushib qoladi. Siz tushuningki, bu yerda ko'paytirish belgisi bor. 37 ko'paytiruv qavs ichidagi sonni bir-biriga qo'shamiz. 54 ga 46 ni qo'shganimizda 100 bo'ladi. Plyusni yozamiz. 24 ko'paytiruv 54 ga 46 ni qo'shganimizda ham bizda 100 hosil bo'ladi. Endi biz bu yerda ko'ryapmiz, ikkita 100 hosil bo'lyapti. Endi biz 100 sonini qavsdan tashqariga chiqazamiz. 100 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 37 plus 24 yozuvi qoladi. 37 plus 24, 37 ni 24 ga qo'shganimizda 61 hosil bo'ladi va uni 100 ga ko'paytirganimizda 6100 soni hosil bo'ladi va bu javob bizda D variant kelib chiqadi. Bizda 4-misol. 4-misolda 38 ko'paytiruv 19 minus 30 ko'paytiruv 19 minus 8 ko'paytiruv 13. Bunda ham xuddi o'sha narsa 19 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 19 qavsdan tashqariga chiqarganimizda 38, mana bu yerdagi minusni yozib qo'yamiz va 30 bo'ladi. Minus 30. Keyin misolning davomini yozamiz. Minus 8 ko'paytiruv 13. 19 ko'paytiruv qavs ichini hisoblaganimizda 19 ko'paytiruv 8 bo'ladi. Mana bu yerdagi minusni yozyapman. 8 ko'paytiruv 13. Endi bu yerda ham ikkita 8 o'xshashlikni ko'ramiz. 8 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 19 minus 13 hosil bo'ladi. 8 ko'paytiruv 6 teng 48 ifodani keltirib chiqaramiz. Va bizda bu javob A. 5-misol. 5-misolimizda Anvar kuniga 120 betdan o'qib, kitobni 8 kunda o'qib tugatadi. Agar Akbar bu kitobni 6 kunda o'qib tugatishni xohlasa, kuniga nechta betdan o'qish kerak? Anvar 120 betdan o'qiydi, 8 kunda o'qib tugatadi. 8 kunda. Agar Akbar bu kitobni 6 kunda o'qib tugatishni xohlasa, kuniga nechta betdan o'qish kerak? 120 betdan 8 kun o'qiyapti. Demak, buni biz jami baroqlar sonini topishimiz uchun 120 ni 8 ga ko'paytiramiz. Akbar bizda 960 betlik kitobni o'qigan bo'ladi. 6 kunda o'qish uchun necha baroqdan o'qish kerak deyapti. 960 ni biz shunda 6 ga bo'lamiz. Bizda javob 160 betdan o'qiganida kitobimizni 6 kunda tugatadi va bu javob bizda C. Keyingi misol, 6-misol. 43 kichik yoki teng n kichik yoki teng 92. Tengsizlikni nechta natural son qanoatlantiradi degan. Kichik yoki teng degan belgisi, agar teng belgisi tursa tagida ko'ryapsiz, kichik yoki teng. 43 soni ham kiradi degan ma'noni anglatadi. N bizda 43 dan 92 gacha sonni qanoatlantiradi. Agar teng belgisi tagida turmaganida 43 bizda kirgizilmas edi. Bizda shunda 43 dan 92 gacha son bo'ladi. Biz shunda 92 dan 43 ni ayirib 1 ni qo'shishimiz zarur. 92 dan 43 ni ayiramiz, bizda 50 emas 49 ifoda hosil bo'ladi va unga 1 ni qo'shganimizda javob 50 chiqadi. Bu javob bizda C. Keyingi misol 7. 12 va 16 sonlarining ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 12 va 16 sonlarining ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 200 sonidan qanday sonni ayirishimiz kerak? 12 va 16 sonni ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 200 sonidan qanday sonni ayirishimiz kerak? 200 minus x. 12 va 16 sonni ko'paytmasiga teng bo'lishi uchun 200 dan qanday sonni ayirishimiz kerak? Qandaydir sonni biz x deb belgiladik. 200 dan qandaydir sonni ayiramiz, bu 12 ko'paytirib 16 ga teng bo'ladi. 12 ni 16 ga ko'paytirganimizda bizda 192 hosil bo'ladi. 200 minus x ga teng bo'ladi. X ni topishimiz uchun biz 200 dan 192 ni ayiramiz. Javob bizda 8 hosil bo'ladi. Bu javob bizda B. 8-misolga o'tamiz. 8-misolimiz 24 plus 24 plus va hokazo plus 24. 24 sonidan bizda n ta bor ekan.
Bu son ifodamiz 1200 ga teng bo'lyapti. Yig'indida n ta 24 qatnashayotgan bo'lsa, n ning qiymatini toping. N ta 24 qatnashgani uchun biz buni 24 ko'paytiruv n deb yozishimiz mumkin. 24 soni n ta bo'lgani uchun biz 24 ko'paytiruv n deb yozdik va buni biz 1200 ga tenglashimiz mumkin. Endi biz n ni topadigan bo'lsak, 1200 ni 24 ga bo'lamiz va bizda ifodamiz. Buni 12 ga qisqartirib yuboramiz. Tepada 100 qoladi, pastda 2 qoladi. Javob bizda 50 hosil bo'ladi. Bu javob bizda C. 9-misolga o'tamiz. Turli raqamli eng kichik to'rxonali sonning raqamlar yig'indisini toping. Turli raqamli eng kichik to'rxonali sonning raqamlari yig'indisini toping. Turli raqamli deyapti. Biz buni A, B, C deb belgilaymiz va tepasiga chiziqcha qo'yamiz. Bu bizda sonning belgilanishi. A bizda qandaydir son, B bizda qandaydir son, C va D ham qandaydir sonlarni ifodalaydi. Eng kichik to'rxonali sonning raqamlari yig'indisini toping. Eng kichik bo'lishi uchun biz birinchi A ga biz eng kichik natural sonni berishimiz kerak. A ga biz 1 ni berishimiz mumkin. A teng 1, eng kichkina. 0 ni qo'ya olmaymiz, sababi birinchida 0 tushishi mumkin emas. Keyingisida B ga 0 qo'ysak bo'ladi, B teng 0 bo'ladi. Bizda 1 bilan 0 ishlatildi, C ga 2 qo'yamiz va D ga 3 qo'yamiz. Bizda hosil bo'ladi 1023 soni. Raqamlarni qo'shadigan bo'lsak, bizda javob nechi bo'ladi? 6 hosil bo'ladi va bu javob bizda B. Va biz 10-misolga o'tamiz. Ko'paytmada 3 ta natural son qatnashmoqda. Agar birinchi va ikkinchi ko'paytuvchi 6 martadan orttirilib, uchinchi ko'paytuvchi 3 marta kamaytirilsa, ko'paytma qanday o'zgaradi? Biz 3 ta sonimizni x ko'paytiruv y ko'paytiruv z deb olamiz. Shartida aytilyapti, birinchi va ikkinchi ko'paytuvchi 6 martadan orttirilyapti. 6 martadan orttirilgan taqdirda birinchisi 6 ko'paytiruv x bo'ladi. Ikkinchi sonimiz 6 ko'paytiruv y bo'ladi. Uchinchi ko'paytuvchimiz 3 marta kamaytirilyapti. Z bo'lingan 3 bo'ladi. Va bularni biz ko'paytirib yuboramiz va oxirgi natijani ko'ramiz. Bir-biriga ko'paytiramiz va bizda hosil bo'ladi 6x ko'paytiruv 6y ko'paytiruv z taqsim 3. 6x ko'paytiruv 6y ko'paytiruv z taqsim 3. Bo'luvchini biz taqsim 3 deb yozsak bo'ladi, kasr shaklida. 6 ni 6 ga ko'paytirganimizda bizda 36 hosil bo'ladi. X ko'paytiruv y ko'paytiruv z taqsim 3. 36 ni 3 ga bo'lganimizda bizda 12 hosil bo'ladi. 12 ko'paytiruv x ko'paytiruv y ko'paytiruv z. Bizda avvalgi ifodamiz x, y, z edi va bizda 12 x, y, z hosil bo'ldi. Bizda sonimiz 12 marta ortyapti. Javobimiz bizda C hosil bo'ldi. Albatta bizni Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling. U yerda siz albatta tushunmagan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'zingizni tushunmagan savollaringizni yozing. Albatta hammaga to'liq javob berishga harakat qilamiz. Tushunmagan misollaringizni yuboring. Tez kunlarda xudo xolasa jonli efirlarda dars o'tishni ham boshlaymiz. Albatta bizni Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimizning linki kommentariyaga tashlab qo'yganman. O'sha yerdan Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Kommentariyaga o'ting va birinchi qatorda linki tashlangan.